Amerikaning revolyutsiyasi. Bu qo'rquvni tan olmagan bir davr afsonasi. Motorining sadosi esa yuraklarni tezlatardi. Mustang 1969. 1960-yillar oxirida Amerika avtoolami tezlik va erkinlik g'oyasi bilan yonib turgan davr edi. Amerika yoshlari esa avtomobillardan xarakter, ovoz va kuch talab qilishni boshlashgan. Keyin esa shu talabdan Ford muhandislari oddiy kupeni agressiv proporsiyalar, katta V8 hajmli motor va maxsus ishlangan platformaga ega haqiqiy ko'cha jangchisiga aylantirishdi. Bu Mustang butun muscle car davrining eng yorqin timsollaridan biriga aylandi. Bu tulpor tezlikni his qilish, gazni oxirigacha bosish va rul ortidagi insonga haqiqiy nazorat tuyg'usini berish uchun chiqarilgan. U tashqi qiyofasi bilanoq avtofanatlar qalbiga birinchi zarbani bergan. Uzun kapot va orqaga surilgan salon oldida joylashgan katta V8 motorni xarakterini yashirmasdan ko'rsatadi. Oldi qismidagi chuqur panjara va qo'shimcha faralar uning yuziga qat'iylik beradi. Kapotdagi havo kirish teshiklar motorni sovutishi bilan birga uni oziqlantiradi. Orqa tomondagi 300 ikli klassik stoplar bir qarashda Mustangni tanitadigan imzosiga aylangan. Lekin eng haqiqiy tarix esa motor ishga tushgandan keyin boshlanadi. Asosiy versiyalarda 302, 351 va 390 kub jumli V8 motorlar bo'lsa-da, eng afsonaviy kuch manbai 428 Cobra Jet edi. Rasmiy hisobda taxminan 335 ot kuchi, u amalda ancha kuchli va ko'cha poygalari uchun haqiqiy qurol edi. Eng nodir va qo'rqinchlisi Boss 429. Bu motor NASCAR uchun tayyorlangan va Mustangni yo'ldagi vahshiy monsterga aylantirgan. Bu avtomobil tezlikdan ko'ra ko'proq jasoratni anglatadi, chunki u haqiqiy emotsiya bilan paydo bo'lgan temir tulpor. Shuning uchun ham uning nomi haligacha avtofanatlar qalbida abadiy yashaydi. Tachkani yomoni bo'lmaydi akalarim. Mustang fanatlariga yuborib qo'ying.